Allah Taala insonni yaratib, uningga aql va tafakkurdan iborat buyuk ne'matni bergan. Albatta, uni bekorga bermagan. Uni ishlatsin, o'ylansin, tafakkur qilsin. Bu orqali o'zining kim ekanligini, na'dan kelganligini, nega borganligini bilsin deb bergan. Darvaqa Alloh Taolo bandalar ichidan o'ylangan, izlangan va tafakkur qilganlarni haqiqat yo'liga, to'g'ri yo'lga, hidoyatga boshlaydi. Biz bugun tunishmoqchi bo'lgan angliyalik donglik naqshchi Cat Stevens ana shu aql va tafakkur ne'matidan foydalanib, haqiqat yo'lini va hidoyat yo'lini topgan kishilarning biri. Cat Stevens 1948-yili 7-ayning 21-kuni Londonda dunyoga keladi. Uning dadasi Gretsiyalik, onasi Shvetsariyalik bo'lib, iqtisodiy jihatda o'rta-hol tabiqiga tava xristian oila edi. Uning dadasi katolik mazhabiga tava bo'lib, Cat Stevensni kichkidan boshlabla katolik diniy maktabiga berdi. Uning kichkidan boshlabla muzikaga nihoyat ishtiyoqi bo'lib, 9 yosh vaqtlarida naqsha aytib, soz chalib, saboqdoshlar orasida ko'z ko'rinishga boshlaydi. Dadasi uning bu iqtidorini ko'zda tutib, uningga 15 yosh kirgan vaqtida gitar elib beradi. U muzikaga texnik ishkilab kirib ketadi. Naqshining tekstini o'zi yozib, o'zi naqsha aytadi. 17 yosh kirgan vaqtida tekstini o'zi yozib aytgan tunji naqshi plastinkasi bozorga solinadi. Uning naqshi plastinkasi bozorga solinib, keng tarqalib, favqulodda olqishga erishadi. Hatto qo'shni Yevropa ellarigacha tarqaydi. Bu orqali nurg'ulg'an pulga ega bo'ladi. Hamdala 18 yosh kirgan Cat Stevens buncha nom shuhrat va mol dunyo orasida aysh ishrat va kayf safoga berilib ketadi. Afsus, uning bu xushalliqi uzoqqa bormaydi. U 19 yosh kirgan vaqtida tuberkulyoz kasaliga giribtor bo'lib, doktorxonaga kirib 1 yil urun tutib yetib qoladi. U bu jarayonda odam qancha nom shuhrat, qancha iqtisodga ega bo'lsa-mu, yanada cheksiz ojiz va cheksiz hojatmand ekanligini va bu cheksiz hojatmand va cheksiz ojizligini qamdaydigan cheksiz qudrat va cheksiz kuch bor deb o'ylashga va tafakkur qilishga boshlaydi. Har kuni doktorxonadan chiqayotgan o'liklar va jasadlarga qarab, dunyoning inson orzu qilgandek g'amsiz, andishsiz ya emasligini, faqat bu yerning vaqtliq turadigan bir imtihon meydan ekanligini tunib yetadi. Amaliyotda hammamiz o'ylab baqadigan bo'lsak, hammamizning o'lmay, g'am andishsiz yashashimiz bor. Lekin oldimizda o'limdan iborat kechkili bo'lmaydigan, aqlab o'tib ketgili bo'lmaydigan bir haqiqatning bo'lganligi bu Alloh taolaninki, ya'ni cheksiz kuchning, cheksiz qudrat sohibininki bizga avatgan bir maktubi. Cat Stevens ana shu xatlarni o'qiganlarning biri. U doktorxonadan chiqqandan keyin ruhiyat haqida ko'p izlashga boshlaydi va din, falsafa haqida nurg'ulg'an kitoblarni o'qiydi. Uning ta'sirida u nurg'ulg'an naqsha tekstlarini yozib aytadi. Uning yangi va o'zgacha ma'nolarga ega naqshalari xalq orasida intayin olqishga erishadi. Bo'libmi, moddaning quliga aylanib qolgan amerikaliklar orasida uning naqshalari bozor tepib, orqama-orqa nashr qildiradi. Bu orqali u nurg'ulg'an pulga ega bo'lib, ko'zga ko'ringan baylarning biri bo'lib qoladi. Uning o'rni kundan kunga ko'tarilib, nom shuhrat qozonib, nurg'ulg'an pullarni topgan bo'lsa-mu, uning ko'nglining bir yeri aram topmaydi. Qalbining tegidan xushallik his qila olmaydi. O'zimi hamma narsasi taltirib, nimaning kam ekanligini bilmaydi. U kam narsani tepish uchun har xil dillar haqidagi kitoblarni o'qiydi. Dal mushu vaqtda uning qarindoshi David Qudusni ziyorat qilish uchun berib, qaytishida uning dinga qiziqadiganligini bilganlik uchun uningga inglizcha va arabcha Qur'ondan og'ach keladi. Cat Stevens Qur'onni qo'liga olib o'qishga boshlaydi. U tunji qatim Qur'onni qo'liga olib o'qigan vaqtidagi hissiyotini sifatlab mundaq deydi. Men Qur'onni tunji qatim o'qigan vaqtimda bu kitobni xuddi o'zimga, ya'ni xuddi menga yozilgandek his qildim. Xuddi kam narsamni topgandek bo'ldim. Men shu chaqda payg'ambar alayhissalomning har bir inson islom bilan tug'iladi degan so'zning ma'nosiga yetgan edim. Oxirida men keskin musulmon bo'lishni qaror qildim. U hech bir musulmon bilan uchrashmay 1,5 yil maxsus Qur'on va Qur'onga oid kitoblarni o'qiydi. U nurg'ulg'an hadislarga uchrashmag'achqa Qur'ondagi namoz o'qinglar degan buyruqqa asosan har kuni 2 vaqt namoz o'qiydi. Haroq tamaka va aysh ishratdan qo'l uzib, endi men musulmon bo'ldim, ishni na'dan boshlayman, iqtidorimni qandoq qilib islom uchun xizmat qildira olayman degan nuqtani o'ylab, naqsh ishlash va planstonga chiqishni to'xtatib, oldi bilan Qur'on Karimni texnik cho'nqur tushunish uchun arab tili o'rganishni boshlaydi. U nafsini kontrol qilish, nafsini pok tutishning muhimligini his qilib, to'y qilish uchun musulmon qiz izlaydi. 1979-yili umr ibodatini qilib bo'lgandan keyin Angliyaga qaytib, dadasi turk, onasi afg'on bir qiz bilan uning otasi orqali tunishib to'y qiladi. U bu vaqtdagi holatini sifatlab mundaq deydi. Hayotimdagi eng baxtli kunlarni yashayotdim. Ilgari men musulmon bo'lishdan ilgari mening imzoimni qo'ydirib olish uchun qator turadigan yoshlarning hech qaysisi atrofimda yo'q edi. Meni ziyorat qilish, men bilan suhbat
elib berish uchun necha kun saqlaydigan muxbirlar jim turib olgan edi. Atrofimda parvonadek yuradigan axborot vositalarining hammasi yo'q edi. Lekin mening qalbimda cheksiz bir xushallik bor edi, deydi. U to'y qilgandan keyin musulmonlar bilan quyuq aralashishga boshlaydi. Lekin musulmonlar bilan Qur'onning o'rtasidagi farqning nihoyat cho'ngligidan afsuslanib mundaq deydi. Men tunji qatim Qur'on bilan uchrashib musulmon bo'ldim. Agar men tunji qatim Qur'on bilan emas, musulmonlar bilan uchrashgan bo'lsam, balkim musulmon bo'lmasligim mumkin ekan deydi. U musulmon bo'lgandan keyin uning ichki dunyosida emas, tashqi ko'rinishi, taqva turqi, hatto ismini o'zgartgan edi. U Cat Stevens degan ismini Yusuf Islomga o'zgartgan edi. U nurg'un pul topadigan naqsh kasbini tashlagan edi. Uni harom deb emas, balki uning halol haromligida ikki xil ko'z qarash bo'lg'achqa ehtiyot qilib tashlagan edi. U musulmon bo'lib bo'ldi qilmay tunji qatim Angliyada o'g'illar islom maktabini quriydi va bir qancha islom maktablarining chiqimlarini ustiga oladi va masjid qurilishi nomidagi xayriy saxovat jamiyatini qurib chiqadi. Afg'onistonda xayriy saxovat jamiyati qurib chiqadi. Yoshlarga islom ta'limotini o'rgatish uchun islomiy naqshi plastinkasi ishlab chiqaradi va 100 qatimdan ortiq islom haqida leksiya so'zlab nurg'unlagan mukofotlarga erishadi. 2005-yili Nobel mukofotiga erishuvchilar birlashmasi tomonidan tinchlik mukofoti beriladi. Mukofotni Sovet ittifoqining oxirgi raisi Mikhail Gorbachev taqdim qiladi. 2009-yili Mojo xalqaro mukofotiga erishadi. Yusuf Islom hali ham bir tarafdan diniy tadqiqot elib berib, yana bir tarafdan nurg'unlagan xayriy saxovat jamiyatlari, islom maktablari va masjid qurishiga nazoratchilik qilmoqda. Yusuf Islom dunyodagi nom shuhratini va mol dunyosini oxiratdagi cheksiz hayotga tegishdi. U hozir 6 bolaning namunalik dadasi, vafodor ayolning kuyimchan rafiqasi bo'lib, dunyodagi baxtni qo'lga keltirdi. If you ask me who my God is, on whose name I call, if you ask me who my God is, He's the God of us all, Allah the Merciful. If you ask me what my book is that I hold in my hand, if you ask me what my book is, it's the Holy Quran, the Holy Quran. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم علم الناس علوما جامع دنيا ودين